Alvasti Qo'nchoq. Avtori Sherzod. 24-qism. Ular ko'lning bo'yidan manganda to'satdan ko'l ustida g'alati bir tuman paydo bo'ldi. Tuman asta-asta odam shakliga kirib, ularga qarab o'zib keldi. Bu oq tumandek ruhlar edi. Ehtiyot qil, bular o'lik ruhlar. deb vaqiradi Wang ustoz. Ruhlar ularga yaqinlashganda, ular har xil odamlarning shaklida ko'rinadi. Ularning hammasining ko'zlari oppoq, yuzlari bo'lsa tatargan holatda ko'rinadi. Bular nima narsalar? deb so'radi Malika. Bular bu ko'lda tunjiqib o'lgan odamlarning ruhlari. Ular ko'l ichidagi yovuz ruhlar tarafidan qul qilingan. deb javob berdi Wang ustoz. Ruhlar to'satdan ularga qarab etildi. Wang ustoz afsun o'qib, ularni to'smoqchi bo'ldi. Lekin afsus, kar qilmadi. Ruhlar ularga qarab kelyotdi. Qizcha, tez qoch. Ular seni tinoni egilib olmoqchi. deb vaqirdi Wang ustoz. Malika qochmoqchi bo'ldi. Lekin ruhlar uning atrofini qo'rshib edi. Ular qo'llarini Malikaga qarab so'zib, uning teniga kirmoqchi bo'lib-atdi. Malika qo'rqinch ichida bo'ynidagi munchoqlarni tutdi. Munchoqlar kuchlik nur chashdi. Ammo ruhlarga ta'sir qilmadi. Ruhlar bargan seri yaqinlashmoqda edi. Shu vaqtda Malika to'satdan ichidagi olvasti kuchini his qildi. U ko'zlarini yumib, o'z ichidagi olvastilarning ruhiga qarab, "Menga yordam qilinglar. Menga yordam qilinglar." deb iltijo qildi. Tuyuqsiz Malikaning badanidan 6 olvastining soyasi chiqdi. Bular uning bo'ynidagi munchoqlarning egillari edi. Ular ruhlarga hujum qilib, ularni chekindirdi. Olvastilar va ruhlar orasida qo'rqinchli urush boshlandi. Olvastilar ruhlarni bir-birlab parchalab, ularni ko'lga qarab haydadi. Wang ustoz buni ko'rib, hayronlik ichida. Qizchaq, sen haqiqatan olvastlarni kontrol qila oladi ekansan, dedi. Malika to'satdan harg'inlik his qilib, yerga yiqilib tushdi. Olvastilar ruhlarni mag'lub qilgandan keyin ular yana Malikaning badaniga qaytib kirdi. Wang ustoz Malikaning yeniga kelib, "Qizchaq, sen yaxshimi?" deb so'radi. Malika asta beshini ko'tarib, Men olvoslarni yordamga chaqirdim. Ular menga bo'ysundi. Men ularni kontrol qila oladiganman, dedi. Wang ustoz cho'nqur o'yga cho'mdi. Bu yaxshi ish emas. Qizchaq, sen olvastlar bilan birlashyapsan. Sen ularni kontrol qilmading. Ular seni kontrol qilyapti. Malika o'rnidan turib, "Undaq emas, Wang ustam. Men ularni kontrol qila olaman. Men ularning kuchidan foydalanib, texmi ko'p olvosini yenga olaman", dedi. Wang ustoz Malikaga qarab o'xtatdi. Faqat oldimizdagi Davgon sariga yetib borsaqlar, men seni qutqiza olaman. Mang, biz yo'lni davomlashtiraylik. Ular o'lik ko'ldan o'tib, yo'lini davomlashtirdi. Bir kun mengib, oxiri ular tog'ning cho'qqisiga yetib keldi. Bu yerda bir hayvatlik Davgon sarayi ularning oldida turadi. Saray intayin ko'rkam va hayvatlik edi. Saray darvozasi qadimgi yeziqlar bilan naqshlangan bo'lib, har tarafiga olvasti qo'g'laydigan afsullar yozilgan edi. Mana Davgon sariyi. Bu ya olvasti yo'qotquchilarning joyi, dedi Wang ustoz eg'ir tinib. Ular saray darvozasiga yaqinlashganda qarovullar ularni to'sib qoldi. Bu qarovullar odatdagi odamlarda ko'rinsimi, ularning ko'zlaridan g'alati nur chaqnab turadi. Malika ularning badanidan olvastilarga o'xshash kuchni his qildi. Ulardan biri oldiga chiqib, Wang ustozni ko'rib, ko'zlari chaqchib ketdi. "Wang usta, sizni ko'magila necha yil bo'ldi? Oxir qaytib keldingizmi?" deb so'radi.
Ваң ұстаз бешini лыңшытып. Shundaq. Beshi, men oxir qaytib keldim. Biz cho'ng ustam bilan ko'rishishimiz kerak. Bu ish bak jiddiy. Bu qiz, uning tinida alvasti kuchi bor ekan. U hozir odam bilan alvasti orasida turib yetibdi. Beshi, o mening shogirdim. Uning tenining ichidagi alvasti kuchi uni kontrol qilmoqchi bo'lyapti. Biz bu yerga amal topqili keldik. Dedi Ваң ұстаз jiddiylik bilan. Бәйші bir pas o'ylanib, oxiri ularga yo'l berdi. Men sizlarni kirgizsam bo'ladi, lekin ehtiyot qilinglar. Saroy ichida har xil kuchli to'zalg'ular va qapqonlar bor. Agar uning tanidagi alvasti kuchi eshib ketsa, u joyida qotirilib qo'yilishi mumkin. Ular Бәйшінің boshlashi bilan saroy ichiga qarab mangdi. Malika saroy ichida mengib etib, o'zining kuchining besqib qilayotganligini his qildi. Onun bo'ynidagi munchoqlar uning badanidagi alvasti kuchini besib etganda qilatdi. Ваң ustam, men g'alati tuyg'uni his qilyapman. Men alvaslarning kuchini kontrol qila olganda qilyapman. Ваң ұстаз beshini lingshitib. Bu saroy alvasti kuchlarni besib turadigan sehrlar bilan to'lgan. Bu sening tenadagi alvasti kuchini vaqtliq besib tura oladi. Dedi. Uzun o'tmay ular cho'ng bir zal oldiga keldi. Zal ishiki butunlay oltindan yasalgan bo'lib, uning ustiga g'alati belgilar naqshlangan edi. Beysi ishikni ochib, ularni ichiga boshlab kirdi. Zal ichi keng, ozod bo'lib, bir tarafida oq chashliq, nurliq ko'zlik bir odam o'ltiradi. Bu cho'ng ustoz Mo'yuan edi. Vangshan, oxiri qaytib kelsan-da. Men seni uzundan beri kutib o'tdim. Dedi Mo'yuan ustoz. Ваң ustoz uningga ta'zim qilib. Cho'ng ustam, men qaytib keldim. Men shogirdim Malikini ilib keldim. U bir cho'ng xavfga duch kelyapti. Mo'yuan ustoz Malikaga yaqinlashdi. U Malikaning bo'ynidagi munchoqlarga qaradi. Vangshan, hey Vangshan. Aqlsizlik qilibsan. Bu qizga 6 alvasining kuchini birlashtiribsan. O tezli alvastiga aylanib qoladi. Ваң ustoz beshini to'van selib. Men cho'ng ustoz. Men qo'nchoqlarni uning kuch ata qila oladi deb o'ylab ekanman. Bundoq bo'lib ketishini men o'ylamagandim. Mo'yuan ustoz beshini chayqab. O yovuz alvastiga aylanib ketadi. Sen bilasan. Vangshan, alvasti podshoyi uni izlayotdi. Alvasti podshoh hozir uni o'zining quli qilmoqchi. Malika ularning so'zlarini anglab, qo'rqinch ichida. Cho'ng ustoz, men rostla alvaslarga aylanib qolamanmi? Menga yordam qila olamsiz? deb so'radi. Mo'yuan ustoz Malikaga qarab. Qizchaq, sen odatdagi odam bo'lgan bo'lsang, allaqachon alvastiga aylanib bo'lgan bo'latding. Biroq sening irodan kuchlikan. Sen ila ham teningdagi alvaslarga qarshi kurash qilyapsan. Bu sening qalbingning pokligini ko'rsatadi. U bir pas o'ylanib. Sening ahvoling intayin murakkab. Sen alvasining kuchini va odamlik hissiyotingni bir vaqtda teningda saqlayapsan. Odatda alvasti kuchiga ega bo'lgan har qanday odam o'zining odamiyligini yo'qotib qo'ydi. Lekin sen o'xshamaysan. Ваң ustoz so'zga aralashib. Cho'ng ustoz, biz endi qanday qilishimiz kerak? Mo'yuan ustoz beshini ko'tarib. Alvasti shoyi bu yerga kelishi mumkin. Biz bu qizning ishini tezdan hal qilishimiz kerak. U zaldagilarga buyruq qilib. Shinshuy, Tengshan, Solo va Mingjallarni chaqiringlar. Biz bashimiz birlikda bu qizning ichidagi alvasti kuchini kontrol qilishga yordam qilamiz. Birdamdan keyin 4 odam zalga kirib keldi. Ular har xil yoshdagi alvasti tutquchilar bo'lib, hammasining ko'zlaridan nur chaqnab turardi. Mo'yuan ustoz ularga Malikaning ahvolini tushundirdi. Ular hammasi Malikani kuzatdi. Uning bo'ynidagi munchoqlarga qaradi. Ularning chiroyida andishi ifodasi bor edi. Mo'yuan ustoz, bu olti qo'nchoqda intayin kuchlik alvaslarning ro'yi bor ekan.
Agar biz bu qo'nchoqlarni malikadan ayirib etsak, alvasti kuchi uni o'ltirib yetalishi mumkin. Lekin monchoqlarni uningda qoldirsak, u bag'ansir alvastiga aylanib ketadi. dedi Shinshui andishi bilan. Ularning ichidagi eng yosh ustoz Mingjian oldiga chiqib, Mening bir amalim bor. Biz uni alvasti tutqichi qilib tarbiyalasak, u balkim o'z ichidagi alvasti kuchini kontrol qilishni o'rganalishi mumkin. Shundaq bo'lsa, u ham odamiyligini saqlab qoladi, ham alvasti kuchini ishlatalaydi. dedi. Moyuan ustoz uning so'zlarini anglab, o'ylanib turib qoldi. Bu xatarlik Mingjian. Ammo birdan bir chora bo'lishi mumkin. U malikaga qarab, Qizchaq, sen alvasti tutquchi bo'lib, o'z kuchini kontrol qilishni o'rganishni xohlamsan? deb so'radi. Malika qat'iylik bilan beshini ling'ishtirib, Men xohlayman. Cho'ng ustoz, men bu kuchni kontrol qilishni o'rganib, uni alvaslarga qarshi ishlataman. Moyuan ustoz beshini ling'ishtirib, Yaxshi. Biz sana yordam qilamiz. Ammo bu osonga to'xtamaydi. Sen ko'p azob oqibatlarni beshingdan o'tkazishing mumkin. Sening ichindagi alvastilar seni kontrol qilmoqchi bo'ladi. Sen ularga qarshi turishing, ularni bo'ysundirishing kerak. to'satdan saroy tavrab ketdi. Uningdan keyin kuchli bir portlash ovozi anglandi. Saroy qaravullaridan biri yugurib kirib, Cho'ng ustoz, biz hujumga uchirdik. Alvasti podshoyi saroy darvozasini buzib etdi. deb vaqiradi. Hammaylan cho'chib ketdi. Moyuan ustoz darhol o'rnidan turib, Hammaylan tayyorlansin. Biz alvasti podshohni to'sishimiz kerak. deb buyruq qildi. Wang ustoz malikini tatib, Qizchaq, biz bu yerdan chiqib ketishimiz kerak. Sen hozir uniga tankilanmaysan. dedi. Moyuan ustoz ularga qarab, Men uni to'sib turaman. Sizlar orqa eshikdan qechinglar. Mingjian, sen ularga hamroh bo'l. dedi. Mingjian beshini ling'ishtirib, Wang ustoz va malikini boshlab, zalning orqa eshigiga qarab mangdi.